Bola haqida, lecheniya haqida hammaga interesno ekan, qiziq ekan. Shu uchun sizlarga bilishib boraman. Hozir Karmenga keldim. Bitta vrach meni UZI qilishga chaqirdilar. UZI qildik. Ertaga analizlarimni topshiraman va окончательный verdikt chiqadi. Qanaqa qilib lecheniyani boshlaymiz, nima, hammasi keyinchalik aniq bo'ladi. Nima demoqchiman? Menga bitta narsa обидно-da. То, что 2 yil oldin mana hech kim даже bilmasdi. Men aytardim, то, что men lecheniya qilyapman, lekin hech kim meni bilmasdi. И также qanchadan qancha ayollar bor, menga direktimga yozganlar, что ularda ham shunaqa situatsiya, kimni tavsiya qilasiz, u qilasiz, bu qilasiz. Из-за того, что men publichная личность, menga сразу aloqaga chiqdilar, nechtadir vrach, даже direktimga shuncha insonlar yozganlar, biz sizga yordam beramiz, aloqaga chiqing, mana bu nomer, mana bu kishi zo'rlar deb. Из-за того, что men publichный odam, lekin oddiy insonlar, oddiy ayollar uchun menga ozgina обидно bo'lyapti, потому что qancha bilaman, oilalar aynan shu sabab ajrashib ketganlar, buzilib ketganlar bor. Bilaman qanchadan qancha bu tema og'ir, har bitta narsani, har bitta gapni gapirishlari, boshqa narsa. Qanaqadir bilmayman, men sizlarga yordam bergim kelyapti, lekin как мне это сделать, скажите, qanday bilmadim, qanaqadir sbor ochish kerakmi, qanaqadir gruppa ochsinlarmi, bilmadim, nima qilish kerakda, murojaat qilib chiqish kerakmi, потому что вот men publichniy insonligim uchun menga tezda 3 kunning ichiga, 1 haftaning ichiga aloqaga chiqib, menga shunaqa условияlar, kelinglar tekshiraylik, keling tekshiraylik, u yoqqa bu yoqqa приглашать qilyaptilar. Oddiy ayollarchi, вот qurbi yetmaydigan, puli yo'q yoki oilasi qo'ymaydigan yoki, bilmadim. Nima deysizlar? Nima qilamiz?